Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına xoş gəldinglar. Mən İftixar Abdurşid. Cümə gününizə mübarək bolsun. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Xalqara Kechirim Təşkilatı, Kişilik Hüquqni Kuzatish Təşkilatı və Dünya Uyghur Qurultayı qatarlıq 42 ommaviy təşkilat 14 iyun günü Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning Xitoy ziyarati haqida birlashma bayonot e'lon qilib, Antony Blinkendan Xitoyning yuqori darajalik amaldorlari bilan ko'rishganda Xitoy hokimiyatining ziyonkashligiga uchrayotgan millionlagan Uyg'urlar va Tibetliklarni, shuningdek ularning Xitoy hokimiyatining davlat alqan bostirishiga uchrayotgan oila taobatlarini nazardan saqit qilib o'tmasligini talab qildi. Onundan burunmu Dünya Uyghur Qurultayı, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Amerika Uyg'ur birlashmasi va Uyg'ur harakat tashkiloti qatorliq Uyg'ur tashkilotlari Antony Blinken murojaatnoma va maktub yo'llab, bu qitimqi Xitoy ziyarati jarayonida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish haqida Xitoyga bevosita besim ishlatishni talab qilgan edi. Amerika Xitoy munosabati, Tayvan masalasi va kishilik huquq masalasini cho'rdigan holda yiriklashib mengayotganda, Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning 6-oyning 16-kundan 21-kungacha Beijing va Londonda ziyarati bo'lganligi e'lon qilindi. Bu vaqtda e'lon qilingan axborotda Blinkenning ikki davlat o'rtaq ko'ngil bildigan sohalarda hamkorlash imkoniyatlar to'g'risida Xitoyning yuqori darajalik amaldorlari bilan suhbatlashadiganligi bildirilgan. Bu qitimliq ziyorat Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning bu yil 2-oyda Xitoyning josuslik shari vaqasi tufaylidan bekor qilib o'tgan Xitoy ziyoratidan keyingi tunji Xitoy ziyorati bo'lib hisoblanadi. Antony Blinkenning Xitoy ziyaratidan xilli burun Amerika Xitoy munosabatidagi yiriklikda ko'rilgan burilish nuqtasi Xitoyning josuslik sharini etib tashlash vaqasidan keyin o'ttirib chiqqanligi ma'lum. Buning bir qism ifodalari Amerika hukumati Xitoyning josuslik va kishilik huquq dafsanchilik qilmishlariga qarata ba'zi jazo tadbirlarini qo'llanishida aks etgan edi. 2018-yili Amerika hukumati Xitoyning josuslik quroli deb qaralayotgan telegraf magnati Huawei'ning Amerika tavasidagi har qanday sistema, uskuna va mulozimatlarda ishlatishni cheklagan. 2020-yili Sharq Turkistondagi kishilik huquqqa og'ir daxl taruz qilishga chetishli Xitoy amaldorlariga jazo tadbiri yurgizilgan. 2022-yil oktyabrda Biden hukumati yana yerim o'tkazgichlik o'zaklarning Xitoyga sotilishiga cheklim qo'ydiganligini e'lon qilgan. Washington Post gazetining 14-iyun kuni e'lon qilgan xabariga qaraganda, Biden hukumati Amerikaning ilg'or texnikalarini Xitoy armiyasi bilan munosabatli shirkatlarga sotishga yordamlashgan Xitoy shirkatlariga jazo yurgizgan. Uningdan boshqa yana Sharq Turkistondagi Xitoy soqchi sistemasining nazorat qilish va biologiyalik o'lchash mashg'ulotiga chetishlik bo'lgan ikki shirkatmi jazo yurgizilgan shirkatlar tizimiga kirgizilgan. Amerika Xitoy munosabatida ana shu xildagi yiriklik borgan sir yuqori pallaga chiqayotgan orqa ko'rinishda Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning bu qitim Xitoy ziyoratida qanday natijalarning borliq kelishi navbat har soha zo'r darajada ko'ngil bo'layotgan masalalardan biri bo'layotganligi ma'lum. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Osiyo bo'limining muavin mudiri Maya Wang xonim Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning Xitoy ziyarati haqida to'xtalib mundaq dedi. Ikki davlat ministrlarining uchrashishi uchun Biden hukumatining Xitoy shirkatlari va amaldorlariga yurgizgan ba'zi jazo tadbirlarini to'ng'itib qo'yganligi haqidagi xabarlar kishini andishiga soladi. Men Biden hukumatining kishilik huquq va demokratiya masalalaridagi maydonda ching turishini umid qilaman. Biz Amerika bilan Xitoyning davlat sistemasida farq borligini, ya'ni demokratiya va mustabidlik farqining borligini bilamiz. Agar Amerika rostli kishilik huquq masalasi ko'ngil bilsa, jazman Xitoyning yuqori darajalik amaldorlari bilan ochiq suhbatlashish kerak. Ammo Xitoy hukumati bilan munosabat o'rnatish uchun kishilik huquq masalasini bir chetga qayirib qo'ymaslik kerak. Bo'lmasa, kishilik huquq masalasi qimmat qarash masalasi emas, balki manfaatning qurboniga aylanib qoladi. Qimmat qarash masalasi bo'lsa, dal Amerikani Xitoydan farqlantiradigan muhim nuqtadir. Chet ellarda yashayotgan Uyg'urlar 15-iyun Xalqaro Uyg'ur tili kunini turli shakldagi faoliyatlar orqali xotirladi. Bo'libmi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi tarafidan bu vaqt 15-iyun kuni ishlab tarqatilgan va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining Uyg'ur va Amerikalik xizmatchi xodimlarining chatma tabrik filmi turli ijtimoiy taratqularda kuchli qiziqish paydo qildi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Uyg'ur tili kuninglarga muborak bo'lsin. Mubarak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Uyg'ur tili güzel bir til. Bugun biz xalqaro Uyg'ur ana tili kunini tabriklaymiz. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi Uyg'urlarning o'z ana tilini ishlatish va taraqqiy qildirishini qo'llaydi.
Dünya Uyghur Qurultayı 2015-yili 5-ayning 22 kuni bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatining Uyg'ur millatini o'zining ona tilidan, milliy alaydiliklardan, milliy irodasidan ayirib assimilyatsiya qilish maqsadida atalmish qo'sh tillik ma'rif siyosatini jiddiy yo'sin tezlashtirib elib berayotganligini o'ttirib qo'ygan va mundaq bir vaziyatda o'z tilini qo'g'dash, uning ega chiqishining Uyg'ur xalqi uchun muhim bir masala ekanligini, buning uchun 15-iyun kunni xalqaro Uyg'ur tili kuni qilib bekitganligini jakarlagan va har qaysi davlatlarda 6-ayning 15-kuni har turli xotirlash faoliyatlarini elib berishga chaqiriq qilgan edi. Shu chaqiriqning turtkisida Uyg'urlar Yolg'iz Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tomonidan bekitilgan 21 fevral Dunyo ona tili kunini alayda tabriklab qolmay, yana xalqaro miqyosida o'zlarining xos Uyg'ur ona tili bayramini har xil shaklda o'tkazishga boshlagan edi. Uyg'ur tili, Uyg'ur ma'rifi, Uyg'ur avlodlari, Uyg'urlarning kelgusi Xitoyning assimilyatsiya siyosatining xavfi va ig'ir bismiga duch kelgan bugungi kunda chet ellardagi Uyg'urlar bo'lsa, Uyg'ur ona tilini qo'g'dash va umumlashtirishning intayin zarurligini bargancha to'nib yetmoqda. Ular Xitoy siyosati tufayli Uyg'ur tili uchrayotgan buzg'unchiliklarga qarshi qutqizish yo'llari ustida tadbir va tirishchiliklarni to'xtatmay davom qilmoqda. Amerika Tashqi ishlar Ministerligi yaqinda dunyodagi har qaysi davlatlar va rayonlardagi odam bedikchiligi vaziyati, shundaqla har qaysi davlatlar hukumatlarining bu jinoyatga zarba berish tirishchanligi baholanib darajaga ayrilgan yillik doklad e'lon qilgan. Xitoy bu yilmi dunyo bo'yicha odam bedikchiligi vaziyati eng nachar bo'lgan 3-darajadagi davlatlar qatoridan o'rin olgan. Dokladda Xitoy hukumatining Uyg'urlar qaratayotgan majbur emgak siyosati nuqtaliq tilga ilingan. Uningda Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni va boshqa millatlarni keng ko'lamli tutqun qilish va majbur emgak silishni kasbiy tarbiyalash nomida davom qilayotganligi, ularni Xitoy o'lkalaridagi zavodlarga majburiy va tahdid silish qatorliq vositalar orqali yetkazayotganligi, buni Uyg'urlarga ziyonkashlik qilish siyosatining bir partiyasi sifatida qo'llanayotganligini bayon qilgan. Mazkur doklad yana Xitoy hukumatining bir balvoq bir yo'l qurilishiga qatnashgan davlat va rayonlarda yuz berayotgan dafsanchiliklarni tilga ilingan. Uningda deyilishicha, bu qurilish plani buningga qatnashgan Sharqiy Janubiy Osiyo, O'rta Sharq va Latin Amerika davlatlarida emgakchilar huquqining qattiq dafsanda bo'lishiga yo'l ochmoqda ekan. Jumladan, yuqori maosh va'dasi bilan aldab kelingan ishchilarning huquqini dafsanda qilish, ismini qo'shib ishiltish, qo'rqitish va tahdid silish, xizmat va turmush sharoitining nachar bo'lishi, harakat va aloqa erkinligining cheklanishidagi oqibatlarga yo'l ochayotgan bo'lib, bu ahvollar Xitoy ichidagi zavodlarda mavjud ekan. Amerika Tashqi ishlar Ministerligi 2023-yillik odam bedikchiligi dokladida Xitoy hukumatidan Sharq Turkistondagi lagerlarni, majbur emgak o'rinlarini bekor qilishni, xohlagancha tutqun qilishni darhol oyoqlashtirishni, tutqunlarni qo'yib o'tishni va ziyonkashlik uchirg'uvchilarga to'lam berishni talab qilgan. Dokladdan ma'lum bo'lishicha, odam bedikchiligi bugungi dunyoda zahar atkazchiligi, qurol atkazchiligidan qolsa 3-cho'ng xalqaro jinoyat bo'lib, u insonlarni aldash, majburlash, qo'rqitish vositalari orqali emgak silish, jinsiy qul qilish, bola askarlarni tarbiyalash, hatto odam organlarini setish qatorliq jinoyatlarni o'z ichiga oldi ekan. Parlament saylimi oxirlashib, Turkiyaning yangi parlament a'zolari ishga tushgan bugungi kunda Dunyo Uyghur Qurultayı vaqfisining muavin raisi Dilshod Barishchi apandi, Qurultay vakili Xayrullo Afandigil apandi va Uyg'ur akademiyasi bosh kotibi Abdulhamid Qaraxon apandi qatorliqlardan tarkib topgan hay'at 14-iyun kundan boshlab Turkiya parlamentini ziyorat qilib, Turkiya parlamentiga yangidan saylanib kirgan har qaysi partiyalarga mansub parlament a'zolari bilan keng doirada uchrashuv olib bordi va ularga Sharq Turkistonning hozirgi ig'ir vaziyati to'g'risida tayyorlagan dokladini sunish bilan birga Turkiya parlamentiga bo'lgan talablarini o'ttirib qo'ydi. Doklad Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik, ona til ma'rifining butunlay cheklanganligi, jazo lagerlarida zulmga uchragan Uyg'urlarning tragediyasi, chet ellardagi Uyg'urlarning, bo'libmi Turkiyadagi Uyg'urlarning Xitoyning chegara xalqan besimga uchrashi va urug' tuqqanlari bilan aloqa qila olmasligi, shuningdek Xitoyning qulluq amki siyosati, Uyg'ur ziyolilarining tutqun qilinish qatorliq mazmunlar bayon qilingan. Uyg'ur hay'ati oldi bilan yenidan Rafoh partiyasining muavin raisi va parlament a'zosi Do'g'an apandini ziyorat qilib suhbat olib bordi. Uchrashda Dunyo Uyghur Qurultayı vaqfisining muavin raisi Dilshod Barishchi apandi oldi bilan Dunyo Uyghur Qurultayining Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa davlatlari, Yaponiya, Kanada, Avstraliya va Latin Amerika qatorliq joylardagi faoliyatlari to'g'risida ma'lumot berdi. Shundaqla bu davlatlarning va kishilik huquq tashkilotlarining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga bo'lgan inkos to'g'risida tushuncha berdi. Shu qatorda Turkiya hukumati va boshqa qarindosh davlatlarning va islom davlatlarining Uyg'ur xalqining bundoq ig'ir vaziyatiga qarab turmaslik kerakligini bayon qildi. Suhbat jarayonida Uyg'ur akademiyasi bosh kotibi Abdulhamid Qaraxon apandi yenidan Rafoh partiyasining burun Uyg'urlarning ovoz bo'lganligiga rahmat aytdi.
Şunun bilan birge, buningdan keyin Türkiye parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini o'ttirib qo'yishni, Türkiye parlamentining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilish uchun kuch chiqarishni talab qildi. Yangi parlament a'zosi bo'lib saylangan Doğan Bekin apandi buningdan keyin Türkiye parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini kun tartibga elib keldiganligini o'ttirib qo'ydi. O mundaq dedi. Men oldi bilan Dünya Uyg'ur qurultiyi bilan Uyg'ur akademiyasi mas'ullarining ziyoratim kelganligiga rahmat aytaman. Bizning partiyamiz burunmi Sharq Turkiston masalasi ko'ngil bo'latdi. Xitoyning zulmiga qarshi chiqatdi va Uyg'urlarning ovoz bo'lib kelgan edi. Amdilikda bo'lsa, Turkiya parlamentida Uyg'ur masalasini o'ttirib qo'yib, hal qilishning yo'llarini izlashga tirishmoqchimiz. Biz Türkiye parlamentida boshqa siyosiy partiyalarga mansub parlament a'zolariga Sharq Turkistonning ig'ir vaziyatini tushuntirib, ularni harakatga o'tkazishga tirishmoqchimiz. Sharq Turkiston masalasi bizning qizil siziqimiz. Shuningdek, har doim muhim masala sifatida kun tartibimizda bo'ladi. Uyg'ur hayiti yana hokimiyat beshidagi Adolat va Taraqqiyot partiyasi, Türkiye İyi partiyasi, Kelajak partiyasi qatorliq partiyalarga mansub parlament a'zolari bilan keng doirada uchrashish ilib bordi. Shu kuni Anqaradan stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dünya Uyg'ur qurultiyi vaqfisining muavin raisi va qurultayning Turkiya vakili Dilshod Barishchi apandi bu qitim Turkiya parlamentida boshlagan faoliyatlar haqida ma'lumot berib, mundaq dedi. Dünya Uyghur Qurultiyi Vakfı, Uyghur Akademisi Vakfı ve Şarkı Türkistan Tadqiqat Vakfı'daki yetkililer bilen birlikte bugün yani 6. ayın 14. günü Türkiye Parlamentosu'daki yeniden saylangan parlament a'zolarini ziyorat qilish faoliyatini ilib bordik. Bu faoliyatimizda oldi bilan parlamentda bo'layotgan turayotgan parlament a'zolaridan İyi Parti parlamenti a'zosi Lütfi Türkkan efendi, Kürşat Zorlu efendi ve Ersin Beyaz efendilerini ziyaret kıldık. Ondan keyin Gelecek Partisi parlamenti a'zosi Selçuk Özdağ efendini ziyaret kıldık. Yeniden Rifah Partisi parlamenti a'zosi Doğan Bekin Bey'ini ziyaret kıldık. Şununla birlikte ziyaret kılışımız olanın yeniden saylanganlığını tebrikledik ve Dünya Uyghur Qurultiyi Reisi Dolqun Eysa Efendi'nin tebrikini ve salimini yetkizdik. Şununla birlikte Şarkı Türkistan halkının davasına münasebetlik fikir ve taleplerimizni ortaya koyduk. Ulamın ait kızgınlık bilen her zaman parlamentoda Doğu Türkistan, Şarkı Türkistan halkının ki davasını parlamentoda koşulduğunu ve parlamentoda her zaman bunu gündem kılıp tutturduğunu vaat kıldı. Ondan keyin biz AK Parti Merkez İdarəsini verip AK Parti rəhbərlərindən Betil Uygur Hanım'ını ziyaret kıldık ve ziyaret jarayonida Doğu Türkistan'ın yani Şarkı Türkistan davasını anlattık. Onun Türkiye parlamentosida Şarkı Türkistan halkının davasıga töküp koşuşunu ve bizdeki talep fikirlerimizni dağıdık. Naytı xursandlik bilan qarşı aldı. Onun keyin yana İyi Parti Merkez İdarəsiga bardık ve parti rəhbərlərindən Rızvan Uz efendini ziyaret kıldık. Onu təbriklədik. Yeniden parlament olub saylanğanlığını, Dolqun Eysa efendinin salimini yetkizdik. Ve bizdeki Şarkı Türkistan halkının davasıga münasebetlik fikir taleplerimizni sunduk. Naytı obdan bir günlük şu faaliyetimiz naytı obdan oldu ama bu faaliyetlerimiz yana davamlaşıdı. Bunun keyinki haftalarda yana nurgulluğan baş bizdeki talep fikirlerimizni dağıdık. Naytı xursandlik bilan qarşı aldı. Onun keyin yana İyi Parti Merkez İdarəsiga bardık ve parti rəhbərlərindən Rızvan Uz efendini ziyaret kıldık. Onu təbriklədik. Yeniden parlament olub saylanğanlığını, Dolqun Eysa efendinin salimini yetkizdik. Ve bizdeki Şarkı Türkistan halkının davasıga münasebetlik fikir taleplerimizni sunduk. Naytı obdan bir günlük şu faaliyetimiz naytı obdan oldu ama bu faaliyetlerimiz yana davamlaşıdı. Bunun keyinki haftalarda yana nurgulluğan başka partideki parti a'zolarini ve parlament a'zolaridan da
bu görüşüş nimesini aldık vaktini. Bundan keyinki haftalarda yana ular bilan görüşüş, Sharq Turkiston davasıga talab fikrlarimizni ularga o'tirib qo'yganligimizni hazırlığını qildik. Shunun bilan birlikda yana Turksoy idorasining genel sekreteri onu da Seyit Bey'nde bir ziyaretimiz oldu. Onun da dava işida yani Sharq Turkiston davası da yakından bizge hamkorlik için talep kıldık ve fikirlerimizni, taleplerimizni ortaya koyduk. Bugünkü ilip berilgan yani 6. ayın 14. ilip faaliyetlerimiz bu şunda olup ötdi. Rahmet. Швециyaga davlat ziyorat uchun kelgan Amerika Davlatlik diniy erkinlik komitetining raisi, elga tonilgan advokat Nuri Turkal apandim Shvetsiyada yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimiz bilan keng doirada uchrashib suhbat elib bordi. 14-iyun kuni Shvetsiya Uyg'ur birligi Stockholm shahrida Nuri Turkal apandimning sharafiga maxsus suhbat yig'ini uyushtirdi. Shvetsiya Uyg'ur birligining raisi Baxtnur Abdurahim xonim suhbat yig'inida qilgan so'zlarida Nuri Turkal apandimning Uyg'ur irqi qirg'inchiligini dunyoga pash qilish, Amerikadagi Uyg'ur davosining ta'sirini yanada oshirish, Uyg'ur milliy harakatining to'g'ri strategiyalik yuzlanishini belgilash jihati ko'rsatgan to'hbalarga yuqori baho berish bilan birga bir Uyg'urning Amerika Davlatlik diniy erkinlik komitetining raisi bo'lib vazifa o'tayotganligidan cheksiz g'urur va iftixorlanish to'yganliklarini ifoda qilishdi. Nuri Turkal apandim suhbat qilgan so'zida Amerika Davlatlik diniy erkinlik komitetining tashkiliy qurilmasi va maqsadi Uyg'ur davosining Amerikadagi taraqqiyot yuzlanishi, Amerikaning davlat qurilmasi va apparatlar qatorliq mazmunlarda ma'lumot berish bilan birga o'zining Shvetsiya Uyg'urlarga bo'lgan tavsiyalarini o'ttirib qo'yib o'tdi va yig'in ahlining turli savollariga astoydillik bilan javob berdi. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishkish omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.